VIP xizmatimiz ikkiga bo'linadi. Birinchisi oddiy VIP ekonom va ikkinchisi VIP biznes. Birinchisi men sizga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bu yerdan samolyotdan tushuntiradigan bo'lsam, oddiy ekonom klassda ketiladi va u yerga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha uchiladi va Jiddada Haramiyan poyezdlariga o'tirib Madinaga qarab yo'lga olinadi. Va Madinaga yetib borgandan so'ng biz GMC avtomobillarimiz bor. VIP xizmatimiz uchun alohida maxsus. O yerdan o'sha 15 daqiqalik yo'l mehmonxonagacha va haramga eng yaqin bo'lgan gostinisalarga tushiriladi. U yerda mehmonxonalarimizni 4 yulduzli, 5 yulduzli kamida sharoitlari. U yerda 3 mahal shveytskiy stol qilib beriladi. Madinada 3 mahal. Ha, Madinada 3 mahal. VIP ni ichida. Va Makkaga kelinadi. Makkaga ham Haramiyan poyezdlarida keriladi. Va Makkada ham o'zimizning shu maxsus GMC avtomobillarimiz bor, 7 o'rindiqli. Va Makkada ham xohlasangiz soatga Clock Towerga, xohlasangiz Swistolga, xohlasangiz Darut Tawhidga, xohlasangiz haramga eng yaqin gostinisalarga qo'yib beramiz. Ya'ni asosan VIP da odamlarni xohish istagiga qarab biz ularga sharoit yaratib beramiz. Ya'ni bitta o'zimizni yaratib qo'ygan paketimiz yo'q. Sizdan so'raladi. Necha kun Madinada, necha kun Makkada? Ha, siz aytasizki, misol 7 kun Madinada, 3 kun Makkada deysiz. Biz sizga 7 kun Madinada shu 3 mahal ovqati haramga eng yaqin va toza, chiroyli gostinisada qilib beramiz. Va sizni transport xizmatlarini ham ideal darajada bo'ladi. Va Makkada ham xuddi shu siz xohlagandek xona bo'ladi. Xohlasangiz soatda Ka'baga qaragan xona. Xohlasangiz haramga shu eng yaqin xonalarda 3 mahal shveytskiy stol va sizga beriladigan maxsus 50 boshi va gid xizmatlari hammasi bor. Makka va Madina haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, obuna bo'ling. Har 10 mingtada bitta tekin umra ziyoratini beramiz.